Do'stlar, mana navbatdagi sotiladigan qo'ylarimizni oldiga keldik. Akalarimizda haqiqiy tozalardan bor ekan mana. Toza arashan. To'g'risini aytaman, bunaqa qo'yni hali shuncha reklamaga chiqarib, hali bunaqasini ko'rmadim o'zim ham. Qo'yni ko'ringlar. Haqiqiy toza boshi ham unaqa qarimas ekan, do'stlar, ikki tish ekan. Ikki tish bemalol olib, buni naslga olib ko'paytirishga olsanglar. Ko'ringlar do'stlar, qo'ylarni qarang, mashalloh. Qo'ylarni qarang. Shuncha syomka qilib qo'ylarni hali bunaqa tozasidan ko'rmagandik do'stlar, mana. Haqiqiy arashanni mana bo'yi ham hozir o'lchab ko'rdim. Endi hozir o'lchagani sal anaqa bo'lyapti, 90 plus chiqdi. Mana eng kattalari mana 90 bo'ldi aka. O'zim qo'llab olaman. Menga qarab turasiz. Do'stlar, mana tashqaridagi holati, qo'ldan kelgancha syomka qilib, chiroyli qilib olib beryapmiz. Qo'ydi. Tomosha qilinglar do'stlar. Tomosha qilishga arziydigan qo'ylar ekanda mana. Yana do'stlar, mana o'zi tagi ham Qirg'izistondan kelganmi bu aka? Hozir Qirg'izdan kelgan bular. Qirg'izdan o'tgan emas. Toza qo'ylar ekan. Aka, odamlar foydalansin aka. Qimmat narx aytmang. Maqsad sotish, to'g'rimi? To'g'ri aka. Chiroyli qilib bitta narx aytsangiz, aka, mana shu uchalasini, mayli bitta oladimi, ikkita oladimi? Olgan odam ham duo qilsin aka, baraka topsin. Sizdan qo'y, xudo xolasa. Endi siz aka qo'yni narxini pastga urmaylik, chiroyli qilib bitta narx ayting aka. Nech puldan beraverasiz? 13 milliondan baho aytamiz. Kamini qilib beramiz, xudo xolasa. Aka, narxini 13 milliondan demang. Maqsad sotish. Ozgina tushirib bir 12 lardan nima deysiz aka? Olaman degan odam haqiqatan ixlos qilib, kelishamiz, xudo xolasa. Ixlos qilib naslga olaman degan odam 12 lardan beraveramizmi aka? Nima deysiz? Beramiz, xudo xolasa. Do'stlar, mana naslga, lekin bu qo'ylarni so'yib, alayda qassobga so'ygani juda jalka bo'ladi. Nima desek ekan, buni olib faqat naslga olish kerak do'stlar. Ko'paytirishga, so'liqlaringizga olib borib qo'shib qo'ysanglar, bu qo'ylardan haqiqiy zo'r bola olsa bo'ladi. Do'stlar, mana akamiz 12 milliondan beraverar ekan qo'ydi. Kimga mana shu qo'y kerak bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, mana akamiz nomerini pastga qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilib, manzilni aytib ketaylik aka, qayda edi? To'liq manzil. Shahrixon tumani, Oqolti mahallasida aka. Bu qo'ylarni tomosha qilsa ham maza qilar ekanda bu qo'ylarni. Haqiqatan mana endi do'stlar ko'p maqtavordik, lekin qo'y haqiqatan maqtovga arziydigan qo'y ekan mana.